Ko'pchilik shuni loyda olib turib, duvalga sachadigan bo'lsa, akalar aytayaptiki, bu loyin suyuq, uningsiz ham ketaveradi. Travertining mustahkam bas deyapti. Endi men qaranglar mana. Yarim soatcha oldin surkab berganning mana qati bo'lgan loya. Endi qaranglar buni ketishini. Bitta ko'rsating. Ko'ryapsizmi? Ko'rinib turganingda duvolimiz umuman ushlamaydi. Nimaga desalar, 6 sloy bo'ladi bu. 2 sloy travertin, 2 sloy polirovka, 2 sloy chaqlanadi. O'shini hisobiga tevasida loy poy degan grajlar ushlamaydi. Eng asosiysi 100 ming so'mdan. Usta haqi xomashyosi hamma yo'q. Xohlasangiz Cartamina, Leonardo, Limo istalgan turda fasonni qilib berishadi. Mashhur turgan Fayzli xonadonimizga atiga 30 million so'mga, 2300 dollarga usta haqi xomashyosi hamma yo'g'i bo'lib bitgan ekan. Bu uyimiz 300 kvadrat bas, tashqari tomonlari bilan 300 kvadratga bitgan. Lesa, salafan hamma yo'g'ini ustakalarimiz shuni olib kelib o'zlari bitkizib berishadi. Siz uyga faqat sovuq holatda topshirsangiz bo'ldi. Pastakalarimiz nomerini qoldiramiz. O'zbekistonda 12 ta viloyatga xuddi shu narxlar amal qiladi. Kim shunaqa qilib sovuq holatida keyin remontni nima qildirishni bilmayotgan do'stingizga tashab qo'ying, ham mo'yshi bo'ladi, ham 15 yil garantiyasi bo'ladi.